Prezidentimiz Ramazon oyida aholining ehtiyojmand qatlamini ijtimoiy yordam bilan yanada kengroq qamrab olish yuzasidan aniq vazifalar belgilab berdi. Mazkur topshiriqqa binoan Ramazon mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyi degan g'oya asosida kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tadbirlar boshlab yuborildi. Ramazon oyi boshlanishi munosabati bilan mamlakatimizning barcha hududlarida bo'lgani singari Sirdaryo viloyatida ham narx-navo barqarorligini ushlab turish, muborak kunlarda aholi dasturxonini arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida Sirdaryo viloyatining barcha dehqon bozorlarida arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkalari tashkil etilgan. Xususan, Guliston dehqon bozorida ham. Guliston tumanidan keldim. Xizmatidan juda xursandmiz. Arzonlashtirilgan narsalar sotishyapti, oziq-ovqat mahsulotlari. Mana bu tomonda mana go'sht mahsulotlari oldik 90 mingdan. Xalqqa yengillik qilayotgan prezidentimizga rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bozorlarimiz doim mana shunday obod bo'lsin. Bozordan hozir mana go'sht mahsulotlari oldim, tuxum oldim. Mana bu yerdan kelib hozir kartoshka, ro'zg'orga, sabzi olamiz xudo xolasa. Mahsulotlar asosan go'sht, moy mahsulotlari va shirinliklar dasturxonga qo'yadigan ro'za munosabati bilan iste'mol qiladigan mahsulotlarimiz uzluksiz yetkazishga ta'minlangan. Bozorimizda 40 xildan ortiq mahsulotlar yarmarkamizda mavjud. Asosan bizda xalqimiz oladigan 11 xil mahsulotimiz, qishloq xo'jalik mahsulotlari, go'sht, moy mahsulotlari mavjud, arzon. Saxovat, mehr-oqibat va shukronalik ramzi bo'lgan muqaddas Ramazon kunlari munosabati bilan tashkil etilgan oziq-ovqat yarmarkalari arzon sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilayotgan sirdaryoliklarning kayfiyatini ko'tarmoqda. Keksalarning qalbida esa shukronalik tuyg'usi mujassam.